Assalomu alaykum, hurmatli insonlar. Shu bir jo'ralar bilan kengashib, qarindoshlar bilan kengashib, ozgina bir insonlarga murojaat qilajak edik. Bolalar aytdi, shuni ko'ring, bir blogerlar shu narsalarni shunday qo'yib berdilar-ku, ata deb aytdilar. Men ana shu To'rtboqqalada yashayman. 3 qizimni turmushga chiqardim, bir o'g'limni uylantirib, ota vatanda Hazar Spraytda qo'yganman. Uylantirib, o'g'limdan ham farzandlar bor, aqtlarimiz bor, qizimizdan ham bor. O'g'limizdan bo'lgan 2015-yilda tug'ilgan bolani yanimizda kelib, beda baqchada, maktabda qo'ldan kelgancha ota tarbiyasini berib bo'ldi. Yaqinda maktab tamom bo'lgandan keyin apardik, bu yoqqa mazasi qochdi. Keyin ish qilib menga ko'p gap shart bo'lmasa kerak. Mazasi qochib, больницада Urganchda oqqon diagnozini qo'ydi. Toshkentga ketdik. Gaping qisqasi balam o'g'lim, bir o'g'lim bor. Shu o'g'limdan bo'lgan bola mening aqtiqim. Ona borgandan borasizmi ota dedim, aytdim, balam o'zim bir 3-4 yillikda ozgina men ham institut o'tkazgandim. Balam bu ishlarda yuk bo'larman, o'zing bora qo'y. Qo'ldan kelgancha boshqa nelar bo'lar dedim-da, balani taksida yuborsak, hondam shu kasal tasdiqlandi. Ish qilib, ana shu gap 4-pog'ona ekan, o'zingiz bilasizlar, hamma vaziyat shart emas. Bilasizlar, yaxshi meditsinadan ham yaxshi yaxshi odam ko'p. Yordam bo'lib turibdi, lekin ko'p yordamlar o'zingiz bilasizlar, kitobda-ku. Ekan, shu yoshga kelib shu narsani bilib o'tiribmiz. Holi chammas yaxshi, qarindoshlar xabar olib turibdi, boshqa bo'lib turibdi, oydin. Endi mening qarasanizlar, honda o'g'lim, gelinim shu anda Toshkentda, aqtiqim shu anda bo'lib, больницада bo'lib yuribdi. Chilonzorda 21 degan joyda onkologiya bor ekan-ku, shu yerda ekanlar. Ish qilib shunchaki narsalar bo'lib turibdi. Ularga bir narsa desak, ularning bir ana xolos, o'limimizda daxil aytdim, o'zim aytib, o'zim aytaman. Ko'rgan bilgan odam ozgina qo'limdan kelgancha yordam berar degan maqsadda shuni aytamiz. Ish qilib, hozir buni bir blogerlarga tasharmiz, ishlashtirib, netishtirib, balaning plastik nomerini qo'yamiz. Hurmatli insonlar, Alloh taolo egam degan hech kim boshqalar dard tushmagay. Hammaga yaxshi kunlar bo'lgan. Qo'ldan kelgancha yordam eting. Bizdan qaytmasa Xudodan qaytsin. Maktabga tushgan resimlarni shuncha kundan beri madam Qubor o'zim bilan biznes bilan tovlanib yotadi. Namanda, otasimdan, Toshkentda qon-son yana bir narsa ish qilib shuna deb yuribdi. 15-yil bola, 2015-yilda bo'lgan. Xudo dardi bersa, bolalar degan shuni minaqlashadamiz. Hech kim dard ko'rmagay Xudoyim. Hammaning yaxshi kunlar bo'lg'ay. Mening o'g'lim ham katta bo'lib, yaxshi kunlarda ilohi xizmat etgay, aholi. Aqtiqlarim ham xizmat etgay, Xudoyim. Shu iltimos sizlardan, ana shu o'g'limning plastikini ozgina qo'ldan kelgancha yordam eting. Bilasizlar, ko'pisi shu mablag'ga taqalib turibdi, ko'p narsa. Doktor masalasini bilasizlar, o'rtoqlar. Yaxshi bilasizlar. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Yordamimiz kerak. Balam kasal bo'lib qoldi. O'tda yotibmiz. Oqqon kasal tashxis qo'ydi. 95% yordamimiz kerak. Yaxshi bo'lsa 95% ina bor ekan. Bundan yordam kerak. Kim yordam bersa rahmat. Mendan qaytmasa Xudodan qaytsin.
İltimos yordam beringlar.